Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlaymış. Leksiyede sırağa giriyoruz, Washington'da sözdeymiş. Bugünkü ıslah 2023 yıl 4. ayının 11. günü haftaya Seyşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözdeydiğimiz hem vaziyetke bağlı hem leksiyaya bağlı vatandaşlar. Bunu ne deyimiz vaziyet doğrusu da Amerika Koşmuş Ştatlarının sabık devlet işler katibi Mike Pompeo Twitter'a fikir yazıp ne dedi deseniz tünügülletin Cungo'ga taqabil turishning birdan bir yo'li yoki hal qilg'uchi yo'li Tayvanni e'tirof qilish dedi. Shuning bilan 4-5 qatam sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo shundoq dedi. Uning biz agar hozir navbatdagi prezident Joe Biden hukumatining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning 3-oyning 23 kuni 3-oyning 23 kuni Tayvan Cungo'nun ichki ishi emas. Mushu 3-oyning 23 kuni mu 2-oyning 22 kuni siz eslab baqing. Yaqindan bir mushu vaqtda mujmal bo'lib qolyapti. Kechiringlar vatandoshlar. Tayvan Cungo'nun ichki ishi emas dedi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo va navbatdagi davlat ishlar kotibi Antony Blinken o'xshashlar. Tayvan Cungo'nun ichki ishi emas. Tayvanni e'tirof qilish Cungo'ga taqobil turishning birdan bir yo'li. Bu qaltis gap vatandosh. To'liq xo'riga o'sib ketganda uni xo'rigini pastkoyga tushirishga uni noxonasini ilib qo'yish to'g'ri keladi vatandosh. Noxonasini ilib qo'yish to'g'ri keldi. Hozir sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning Tayvanni e'tirof qilish degani dal Cungo'ning noxonasini ilib qo'yish deganlikdir. Ondan keyin tunugun biz sizlarga leksiya qildik, endi siz bilan muhokama qildik qiziqcha. Fransiya prezidenti Macron Beijingni ziyorat qildi. Jungo yoki Jonanxay yezib bergan teatr drama so'zi va yoki sahna so'zini takrorlab aeroplanga o'ltirib Yevropaga yurti Fransiyaga qaytib keldi. Onundaki 3-4 ibara masalan Yevropa Amerikaga tayanmasligi lozim. Hammada Amerikaga tayanib qolmasligi lozim. Yevropa o'ziga xo'ja bo'lish strategiyasini tuzishi lozim. Shundaqla Tayvan mog'zidagi vaziyat bizga Yevropaga munosabatsiz. Yevropada har qanday bir davlat bu vaziyatga kirib qolmasligi lozim va hokazo. Bularning hammasi Jonanxay yezib bergan sahna so'zi, teatr so'zi, ya komediya dedik-ku. Endi bugun ko'rgan nemish bo'ldi? Bugunlardan Tayvan Tashqi ishlar ministrligining ministri Wu Zhaoxi bayonot shaklida, xabar shaklida bayonot e'lon qilib, oldimizdagi 16 kuni, ya'ni 4-oyning 16 kuni Fransiya parlament vakillar umikining Tayvanni ziyorat qiladiganligini e'lon qildi. Rasmiy vatandoshlar. Fransiya prezidenti Macronning Beijingni ziyorat qilish va uning so'zlagan so'zlarining o'zi bu yerda 4 pardalik drama yoki 4 pardalik siyosiy o'yinni o'ynaydi. Unda boshqa gap yo'q dedi. Lekin chiqqan xulosamiz intayin to'g'ri deb qarayman. Nima desangiz, mesela Avrupa İttifaqı Komitetining raisi von der Leyen xonim Uyg'uristondagi kishilik huquq masalasini muxbirlarning oldida so'zladi degan gap amaliyotda rais Xi Jinpingning oldiga qo'ydi degan gap. Ikkinchisi biz xabarimizni leksiyamiz so'zlagan vaqtda bu qatim Fransiya prezidenti Macron Beijingda rais Xi Jinping bilan Tayvan masalasini jiddiy so'zlashdi. Demek Avrupa'da iki büyük devletinin mesela Avrupa İttifakı'nı bir devlet desek, Fransa'nın bir devlet elbette şunda desek, iki devletinin devlet başlıkları gelip Beijing'de iki meseleni oturup koydu. Tayvan meselesi, Uyguristan'daki kişilik hukuk. Belki soykırım meselesi ama
Endi mana endi Fransiya parlament vakillari 16 kuni Tayvanni ziyorat. Hozir xalqaro vaziyatdagi yo'nalishni Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi belgilayotgan yoki o'ttirg'i elib chiqayotgan dunyoviy vaziyatning yo'nalishini men shuning ishini men vaqtandishim hech qanday bir kuch o'zgartib etolmaydi. Men o'tgan sizga nima dedim? Hozir 100 yillik o'zgarish, 100 yildan beri ko'rilib boqmagan o'zgarish. Buni Jonaqay takrorlab keldi-ku. Bu o'zgarish nima? Bu faqat Vladimir Putin bilan Jonaqay qatnashadigan o'zgarishmi? Kulkilik gap. Bu 100 yildan beri ko'rilib boqmagan o'zgarishga Amerika Qo'shma Shtatlari aralashmamdi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari yaratayotgan vaziyat desangiz, bu taxim yaxshi bo'ldi. Jonaqay bilan Moskva shundaq desa, bu taxim yaxshi bo'ldi vatandashim. Hozir endi yana buni ustiga to'pilab, endi harbiy ishlarga kelaylik. Tunigunlarda nima bo'ldi sizga dedim, men shu leksiyani shuning uchun so'zladim dedim vatandashim. Bu qatim Tayvan bo'g'izida 3 kunlik manevrlar, 3 kunlik jiddiylik paydo qilgan Jungo Kompartiyasiga faqat Amerika Qo'shma Shtatlari jiddiy muomala qildi. Manevrga jiddiy muomala qildi. Masalan, havo armiyasi chiqdi deganga. Aralashdi deb xabar qildik sizlarga. Shundaqla Tayvanning 10 harbiy parxoti Jungoning 10 harbiy parxotining oldini to'sib oldi deydi. Endi bu ishlar qil ustidagi ishlar vatandosh. Xitoychada sachang zoho deydigan bir gap bor. Tuyuqsiz bir voqea paydo bo'lib qolamdi deydigan. Bo'lmadi, endi hozir bugun Jungo Jakarta'da 3 kunda oyoqlashdi dedi. Manor oyoqlashdi dedi. Shundaqda biz tunugun Limuyangning sizlarga so'zi bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jungo o'rtasida bir to'xtam, bir kelishim imzolandi degan gapni Limuyang Buyuk Yer orbitining qiziq xabarlar nuqtasi degan video film ishlash orbitining video filmida shundaq dedi. Bu gapga sal qarag'ili bo'lmasa kerak vatandoshlar. Sabab hozir ishlab pishib kelyapti, pishib yetilyapti. Lekin bu natijaning nima ekanligi to'g'risi Limuyang demadi. Endi bugungi yangi xabar nima desangiz, ashdan ulabla keldigan yangi xabar. Halqiliq paytlar nima deydi o'dan? 8 yil o'tib ketgan 8 yilning eng oxirgi bir qadamida. O'tib ketgan 8 yilning eng oxirgi bir qadamida, bir daqiqasida Amerika Qo'shma Shtatlari hozir olma şirketining Jungo bilan bo'lgan munosabatini, shundaqla Disney şirketining Jungo bilan bo'lgan munosabatini, Disney şirketi Shanxayda munosabatini uzib tashlamoqchi edi. Demak, bu ikki shirkatning Jungo bilan bo'lgan munosabatni uzib tashlaganda Jungoning iqtisodiga qanchalik ta'sir ko'z. Buni toza mo'lcharligili bo'lmaydi. O to'g'rida bir narsa demabdi vatandosh. Lekin yana bir salqiliq paytlarninki, yana bir mavzusi nima dedi desangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l soladi. Jungo iqtisodiy to'xtab qoladi. Ma keyingi xabar bilan oldin bu xabar ikkisini birlashtirib qarang. Hozir birla Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l solayotgan masala Disney bilan olma shirkati masalasi emas, fan texnika. Chunki siz bilasiz, hozirgi zamon iqtisodi elki o'rta asrdagi yoki 20-asrdagi yer osti boyliqlari va yer osti boyliqlarini qazib elib, uni pishig'lab ishlab savdo qiladigan jahon tugadi vatandosh. Hozirgi dunyo iqtisodi texnikaga, ilg'or texnikaga tayinib qoldi degan gap. İlg'or texnika agar sizga yetib kelolmasa, sizning iqtisodingiz to'xtab qoladi degan gap. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan shu ilg'or texnika sohasida borda keldini uzib tashlagandan boshqa. Masalan, Gollandiya uzib tashladi, Amerika Qo'shma Shtatlari uzib tashladi, uning keyinli Yaponiya uzib tashladi. Eliqi uzak, ya'ni Androidni eksport qilishni bular uzib tashladi vatandoshlar. Bu shundoq uzib tashlaganda bu cho'ng davlatlar uzib tashlaganda Jungo iqtisodiga nima ta'sir keladi? Jungo iqtisod darhol shu narsani ishlab chiqara oladigan texnikalik asosga egami? Iqtisodiy asosni qo'yib deylik, makalla asosiga egami? Men buni gumon qilaman vatandosh. Shunga
Hazır texnik cəhətə boğub taşlaş 8 ildən ki ən axırı qədəm Disney şirkətinin Jungo ilə boğan münasibətini üzübütüş və şundaqla olmuş şirkətinin Jungo ilə boğan münasibətini üzübütüş. Mənim şu. Yəni qoşub gəldiğən bir sözümüz nədir? Sözünün ki Tayvan'da 100 bəgən manver Tayvan ətrafı Jungo Kompartiyası elib bağan manver qarta Amerika armiyası, dəniz armiyasının tutqan pozisiyasının yani bir ikinci xil şəkli bugün yetib geldik. O xəbər vətəndaş nə deyil? Desiniz bu xəbərdə Filipin, Yaponiya, Amerika Qoşmuş Ştatları 3 dövlət endi bugünlərdən başlap hazır denizdə hər bir manver elib bardı. Yakında bir sizlik sözgə liksiyələrimizdə Filipin doğru soxtalmıdaq. Hazır bir hesabda 9 aral. Amerika Qoşmuş Ştatları hərbi bazığa acırtıbədi. Makos hükümeti. Yani bir hesabda 4 aral. Bu aral Tayvan'a manç kilometr, Jungo quruqluğu manç kilometr. Nat yakın arlıqla degen gep vatandaş. Bir 200 kilometr, 300 kilometr uçupla bardığan bolsanız arlıqla. Hazırki 35, 22 degenler başka gep ko. Hazır bu arallarını Amerika Qoşmuş Ştatları deniz armiyasının hərbi bazı qilishig'a tapşırıp bədi Filipin hükümeti. Muşu ahvalda bugün tünüge ki Jungo'nun manver elip verişten ibaret hərbi işlavle inkas qaytırğandak Amerika Qoşmuş Ştatları Filipin, Yaponiya bugün Filipin denizde daha hərbi manver başladı deyseniz endi bu eş şu cayda kelip dursun yani bir xəbərdir bugün pul qaraydigan yıllarda nemi deydi desiniz bu yılın ahırda Amerika Qoşmuş Ştatları bilen Tayvan o'rtasida savdo münasibet kelişimi imzalanadi deydi. Buna çatak tarafı nemi de desiniz bu imzalanadigan savdo kelişimi Eleki adet kelişim, adet ki bade keldi o bula emas. Dünya Savdo Teşkilatı münasibet emas, bunu bilmeyimiz koyup durun. Lakin bu savdo kelişiminin imzalanıştan kilovatkan Prag'a qarısınız. Tayvan'ın ornu devletlik derecesi kötürülendi. Qandaq degen mesele oturuğa çıkırıq vatandaş. Şununla başta biz nimlide vaziyet doğru sabık devlet işlakatı ve Mike Pompeo Tayvan'ı itiraf qilish bu Jungo taqobil turishdan birdan-bir yo'li dedi o. Keyin edilar yaqinda 8 kuni, 7 kuni 4 aydan shunaqmi Prezident Sayyimin Kaliforniyadan Amerikadan qaytib Tayvanga berishig'ila Amerika Qo'shma Shtatlar Avom palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell vakillar umumini boshlab Tayvanga tushdi. Ondan keyin Koreya ve Yaponiyani ziyorat qildi. Prezident Sayyimin katta ziyofat bilan kutib oldi. Hozir Tashqi munosabatlar komitetining raisi Michael McConnell nima dedi? Davlat Majlisi Tashqi munosabatlar komitetining nima dedi desiniz? Hozir Jungoning paylidan qaraganda agar o masalan tinch yo'l bilan hal qilaman deydigan niyat kelib qolsa Jungo deydi kelar yili 1-ay Tayvan'da saylam buludu deydi. Muşu saylamdan paylanıp Jungo Tayvan'ı kontrol qilib ketishi mümkün mi dedi. Ben bu Hanzu degenden ki Jungoluk degenden taza istiyat ve aqli fikir qilishini taza chunqurlab tushunaman. Çünkü bir milletin to'liq tushunish uchun oңайga to'xtamaydi bu ikinci gap bu madaniyat alayligini aytganda vatandaş. Jungoluklar anda şu mayıncı degen yakında Jungo elib bardı o, quruqluq elib bardı o. O Gomindanın reisi o, sabık reisi. Şunu elib bağanda qaraganda keler jile 2004 yili 2024 yili keçiringlar. 2024 yili ötküzüldüğün Tayvan'daki saylamda Gomindan'ı şu saylamda g'alabaga erishtirsa Jungo Kompartiyasi Tayvanni tizginlagan bo'lamda. Endi rais yoki Tashqi munosabatlar komiteti Avom palatasi rais Michael McConnell shundoq dedi.
Tayvan'ni şu yolu bilen, saylam yolu bilen kontrol kılışı mümkün. Çünkü Kompartiyası değil. Şundan qaraganda az hesapta 20 yıl vaqt kaldı davran vatandaş. 6 ay vaqt kaldı. Tayvan'da keler yılı birinci ayda saylam buludu dan. Lekin bu 6 ay vaqt içinde saylamda Tayvan'da kim çıkıdı? Hazır Leysing'de Prezident Sayyım'ın maavını Leysing'de namzatlıkka körüstildi ve üzün namzat kılıp körüsetti. Döngü Kuomintang Partiyasının takibire namzat yabirini üzü körüsetkeni yok. Bir kişi oturuğa çıkmadı tabi. Bu saylam rikabetlerine koyup duraylı. Kimnin saylanıp oturuğa çıksın koyup duraylı. Bu 8 yıl Prezident Sayyım'ın zor qalbilerini kolga keltirdi halkara münasibetlerde. Bolup bunun içinde Amerika-Tayvan münasibetini uçuğdap hemmege aşkar bir holatga keltirip koydu. Bu holatga keltirip koydu diye vakti bugün eğer Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo ve navbatgi davlat ishlar katibi Antony Blinken'dan ikki nafar davlat ishlar katibining biri sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo dedi bevosita e'tirof qilish Tayvanni davlatga e'tirof qilish. Çünkü zarb berishdan birdan bir yurdi. Taqobil turishdan birdan bir yurdi. Navbatchi davlat ishlar katibimiz Antony Blinken dedi ki 3-chi ayning 23-chi kuni Tayvan Jungoning ichki ishi emas. Yaman eg'ir gaplar bu vatandosh. Davlatlar munosabati nima qo'yib turaylik, xalqaroda bu ish intayin eg'ir gap. Agar Tayvan e'tirof qilindi bo'lsa, xalqaro jamiyat Amerika e'tirof qilsa, xalqaro jamiyat e'tirof qiladi degan gap. Shu vaqtda Jungo Kompartiyasi nima ish qiladi? Bunun o'zi qaysi ehtimolga yaqin? Yoki reallikni qabul qildi yoki tavakkalchilik qiladi deyli. Tavakkalchilik qilishni aytganda bugun bir nazariy shunday aytibdiki, qo'rovliqda bo'lsa gupildab tank banklarini haydab berib hujum qildi deydigan ish bo'lar edi deydi. Biroq bu tabiiy Tinch okean, Ulug' okean rayoni intayin keng rayon. Sen bu rayon uchun Tayvanga qaysi yo'l bilan tuyuqsiz hujum qilishing mumkin emas. Chunki sen haydab kelayotgan parxod, parxod, harbiy parxod bu deganlar dengizning ichida, dengizning ustida lengshib qancha vaqt mangadi. Uni biz bevosita hujum qildi deb aytolmaymiz. Dengizda hujum qilolmaysan Tayvanga deydi. Mesela benim şu vatandaşım Amerika Qo'shma Shtatlarining eng oxirgi qarori, mesela Disney Amerika şirketi, Apple Amerika şirketi bu şirketlarning Jungo bilan bo'lgan munosabatini uzib tashlash, shundaqla xalqaro paytlarda deyishcha Amerika qo'l silib Jungo iqtisodiga ta'sir ko'rsatdi. Jungo iqtisodi o'rni to'xtabla qoladi. Demak, ishsizlik, davolg'ush cemiyetdeki davolg'ush bir dolqun paydo qilib Kompartiya hukmronligini supurib tashlamdi qandoq. Bu oldimizdagi ishlar vatandosh. Biroq yana biroq emas. Yana bir kelgan xabarda nima desangiz, eliqi shuar. Esingizda bormi eliqi? To'rt ko'vruk ustiga choplagan eliqi Mo'ng'ul balining shuari taxtdan tush degan. Tuningillatin Qizil Tamg'a Tayamindagi Ravaqning Qizil Temi Qizil Tamg'a shuari choplanib taxtdan tush degan shuar choplanib hozir Beijing yana patparaqchilik ichida deydi. Qolgan xabarlar bilan Alloh xolisi at ko'rishimiz. Xush vaqt bo'linglar vatandoshlar.